Xitoy hukumatı yuqumni nolga tushirishdan iborat qattiq qo'lli qamal siyosatini bekor qilgandan keyin Sharq Turkistondagi Xitoy hukumat taratqullari kundalik yuqum ahvoliga oid sonliq ma'lumotlarni e'lon qilishni to'xtatgan bo'lsa-mu, yerliklardan egilangan uchurlarda Sharq Turkistondagi yuqum vaziyatining Xitoy o'lkalariga o'xshashla jiddiyligi ma'lum bo'lmoqda. Atalmış Şinjan Partikom sekretari Ma Shungroyning 5 yanvar kuni butun rayondagi yuqumning oldini olish va kontrol qilish to'g'risida chaqirgan maxsus sin ko'rinish yig'indimi har qaysi joylarda yuqumni kontrol qilishni qattiq ta'kidlashi vaziyatning ig'irligidan derak bermoqda. Tangirtaq torining bu vaqtdagi xabardan ma'lum bo'lishicha, Ma Shungroy yig'inda bu yangi bosqichda butkul rayon siyosiy hukm, siyosiy tushunish va siyosiy ijro qilishni yaxshilab, partiya markaziy komitetining qarori va o'rinlashtirishini qat'iy ijro qilish kerak degan. Bo'libmi Ma Shungroy so'zida Xitoyning Chag'an bayram mezgildagi kasallik ahvoliga bo'lgan tayyorlikni puxtalash, ojizliklarni to'liqlash, dori shirkatlarining ishlab chiqarishini ilgari surish, ommaning davolanish dorilarga bo'lgan ehtiyojini qondirish, asliha kamligini to'liqlash, balnis karvati va tibbiy xodimlarni to'liqlashga kapolatlik qilish haqida nuqtaliq to'xtalgan ekan. Bundan boshqa atalmış Şinjan gezitining xabar qilishicha, Sharq Turkiston doiralarining ehtiyojiga asosan 20 mahalla aholilar komiteti doktorxonasini ko'paytirishni qaror qilganligi deyilgan. Hozir ijtimoiy taratqular orqali tarqalgan uchurlarda Xitoy miqyosida qizitma tushirish va yo'tal dorilarining zo'r darajada kamchil bo'layotganligi oshkorlangan. 3 yildan buyon chekidan oshgan Xitoy virusi yuqumining qamal tadbirlarini yo'l qo'yib, dunyoni cho'chitgan Xitoy hukumatining qamal tadbirlarini bekor qilishda buncha tayyorliksiz bo'lishimi dunyoni gumonga solgan. Angliyaning muhofizatchi gazeti 3 yanvar kuni e'lon qilgan tahrirat maqolasida Xitoyning bugungi kunda beshidan o'tkazayotgan bu Xitoy virusi krizisini butunlay tadbirsizligining natijasi deb baholagan. Ular maqolasida Xitoy hukumati agar Xitoy virusi yuqumini tizginlashda tadbirlik bo'lgan bo'lsa, yuqum va o'lim ahvollarining hozirgidek ig'ir bo'lmaydiganligini, xalqning bundoq ig'ir bedel to'lamaydiganligini eskartgan. Dünya Səhiyyə Təşkilatı Xitayning Xitoy virusi yuqumi sababidan o'lganlarga oid sonliq ma'lumotlarda ochiq oshkora bo'lmayotganligini bildirgan. Xitoy hukumatining yuqumni nolga tushirishdan iborat qattiq qo'lli qamal siyosatini biroqli bo'shitishi Xitoydagi yuqum vaziyatini ig'irlashtirayotgan bo'lsa-mu, Xitoy doiralari yuqumga oid haqiqiy sonliq ma'lumotlarni oshkorlamagan. Ilhamni butun kuchi bilan pardozlab yo'shirib kelmoqda. BBC'ning xabar qilishicha, Dünya Səhiyyə Təşkilatı'nın bu vaqtdagi jiddiy ahvollarga taqobil turish direktori Dr. Michael Ryan so'z qilib, Xitoyning yuqumi haqida e'lon qilayotgan sonliq ma'lumotlarning amaliyotni aks ettirmaydiganligini, Xitoyning Xitoy virusi yuqumi keltirib chiqaradigan o'lim voqealariga berayotgan aniqlamasining mujmal, tor doirada ekanligini, ularning e'lon qilayotgan sonliq ma'lumotlarning doktorxonaga kirgan, jiddiy qutqizilayotgan, bo'libmi o'lib ketayotgan bemorlarning haqiqiy soniga vakillik qila olmaydiganligini bildirgan. Növbətdə ictimai taratqularda tarqalayotgan nurg'unlagan sin ko'rinishlarda Xitoy virusi yuqumi keltirib chiqarayotgan o'lim ahvollarining tuyuqsiz haddidan ziyoda ortish sababidan o'liklarni bartaraf qilish ishlarida zo'r oqsash kelib chiqayotganligi ma'lum bo'lgan. Xitoy e'lon qilgan sonliq ma'lumotlar hozirgacha Xitoy virusi yuqumidan o'lganlarning faqat 22 nafar ekanligini bildirgan. BBC'ning xabarida deyilishicha, Xitoy hukumatı yaqinda Xitoy virusi o'limlarga berilgan aniqlamani o'zgartgan bo'lib, ular faqat nafas yo'li kasalliklari bilan o'lganlar Xitoy virusi bilan o'lgan deb hisoblagan. Bu Dünya Səhiyyə Təşkilatı'nın Xitoy virusi keltirib chiqargan o'lim voqealariga bergan aniqlamasiga o'xshamagan. Angliyadagi ilm-fan sonliq ma'lumot shirkatining mo'ljallashicha, Xitoyda hozir kuniga 2 milliondan ortiq odam Xitoy virusi bilan yuqumlanayotganligini, 14700 odamning o'lgan bo'lishi mumkin ekanligini ta'kidlagan. Dünya Səhiyyə Təşkilatı Xitoyning Chag'an bayram mezgilida bayramlik yig'ilish va sayohat sababidan Xitoy virusi yuqumi to'lqinining yuqori pallaga chiqishi mumkinligini ogohlantirgan. Amerika va Yaponiya xalqaro ta'minlash zanjiridagi majburiy emgak masalasida birlikda harakat qilmoqchi bo'lgan. Yaqinda e'lon qilingan bir dokladda dunyodagi asosiy avtomobil ishlab chiqaruvchilarning ta'minlash zanjirida Uyg'urlarni majburiy emgak silish ahvolining ig'ir ekanligi o'ttirib qo'yilgan bo'lib, Amerika Kengash palatasi Moliya komiteti bu vaqtda tekshirish olib berayotganligini bildirgan. Yapon xabarlar torining 5 yanvar xabar qilishicha, Yaponiya va Amerika hukumatlari xalqaro ta'minlash zanjiridagi kishilik huquq masalasini yo'qotish uchun yangi bir organ qurmoqchi bo'lgan. Bir qancha hukumat amaldorlarining so'zi qaraganda, Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgak solganlik qatorliq masalalarning turtkisida bu yangi organ Yaponiyaning davlat ishidagi belgilamalarini tartibga solish va Amerikaning bu xil masalalarni hal qilish tirishchanligini kuchaytirishni maqsad qilgan.
Xabarda aytilishicha, Yaponiyaning iqtisod, savdo va sanoat ministri Yasutoshi Nishimura Amerika ziyoratida Amerikaning savdo vakili Katerin Tey bilan ko'rishib, bu tashkilotning qurilishi haqida bir tushunish eslatmasi imzolaydi ekan. Plandagi bu xizmat gruppasi Yaponiyaning iqtisod, savdo va sanoat ministrligi va tashqi ishlar ministrligi, Amerika tarafdan bo'lsa savdo vakili ishxonasi, tashqi ishlar ministrligi, savdo ministrligi va emgak ministrligidan tarkib topadi ekan. Yaponiya sanoat ministrligi bilan Amerika savdo vakili ishxonasi o'rtaq raislik qiladi ekan. Egilishicha, bu yangi organ majburiy emgak, milliy va diniy kamsitishni o'z ichiga olgan kishilik huquq dafsanchiliklarini yo'qotish maqsadida doiralar bilan shirkatlar orasidagi ta'minlash zanjiriga aloqador belgilama va siyosatlarni almashtirishni kuchaytirish hamda mazkur belgilamalarining shirkatlarning faoliyatlariga bo'lgan ta'sirini tahlil qilishga mas'ul bo'ladi ekan. Amerika hukumatı yaqinqi yillardan buyon Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgak solganligiga qarshi bir qator tadbirlarni qo'llangan. O'tgan yili iyun oyida ijro qilinishga boshlagan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunida prinsip jihatdan atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidan chiqqan barliq mahsulotlarning import qilinishini cheklagan. Türkiye Ovozi radiosi xabarida Turkiya bilan Amerika Qo'shma Shtatlari birli vaqtda harakat qo'llanib, Daesh terrorlik tashkilotini mablag' bilan ta'minlaydiganligi aniqlangan 5 kishi va 2 shirkatning mol-mulkini to'ng'iltishni qaror qilgan. Türkiye Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministrligi Daesh bilan chetishlik bo'lgan shirkatning mol-mulklarining to'ng'iltilganligini uqtirdi. Daesh terrorlik tashkilotini mablag' bilan ta'minlaganligi aniqlangan 5 kishi bilan 2 shirkatning mol-mulklarining Turkiya bilan Amerika tarafidan birli vaqtda to'ng'iltishning qaror qilinganligiga ishorat qilingan bayonotda Turkiyaning terrorizmning moliya manbasini uzib tashlash yo'lida unumli tadbirlarni yo'l qo'yishni va bu jihatda xalqaro sheriklar bilan hamkorlashishni davomlashtiradiganligi alohida ta'kidlangan. Kaçon tumiqi, Kaçon sarpush tumiqi va salva tumoqlar Uyg'ur madaniyatining eng qadimki yorqin namoyandalaridan bo'lib, eng qadimki nusxalari aynan saqlanib qolgan. Bu xil tumoqlar asosan esil qo'zi terisidan tikildigan bo'lib, keyincha tikildigan materiallarning turlari ko'p xillashgan. Jumladan Kaçon tumiqi tikilish va ko'rinish jihatiga o'zgachilik bilan Kaçon salmida obrazlik aks etib, hozirgacha saqlanib kelmoqda. Kaçon yezisi Yerkan nahiyasining tog'liq yezisi bo'lib, bu yeza Qaraqurum tog'lari bilan qo'rishilib turadi. Kaçonluqlar odatda egiz ko'rib tumoq kiyishni yoqtiradigan bo'lib, bu xil odatning 13-asrdan burunla umumlashganligini tarixiy faktlardan ko'rib olg'ili bo'ladi. Kaçon tumoqi asosan 3 turga bo'linadi. Birinchi, egiz no'g'ush tumoq. Bu nusxadagi tumoqning egizligi 30-35 cm atrofida bo'lib, qo'zi terisida tikiladi. Ikkinchi, ara tumoq. Egizligi 25-30 cm atrofida bo'lib, bu mo qora qo'zi terisida tikiladi. 3. Salva, ya'ni salvay tumoq. Egizligi 10-15 cm bo'lib, qo'yning o'sak terisida tikiladi. Ayollar tumoqi odatda nafis va ipak raxtlarda tashlanib tikiladi. Erlarning ko'pincha tashlanmaydi. Yuqoridagi tarixiy materiallar Navbahor tarafidan radlanib tayyorlangan.